Farruh aka, mana ko'p talabalar universitetni bitirgandan keyin ishga joylashaman deb kompaniyalarga kelsa, o'zini o'rnini topib keta olmayapti. Nimaga shunaqa deb o'ylaysiz? Farruh Asrorxo'jayev, Solar Nature kompaniya asoschisi. She'rsiga juda ham aktual savolni ko'tardingiz. Bizda juda ko'p talabalar kelishadi, praktika o'tishadi, lekin juda kam sonlisi bizda ishlab qola oladi-da. Sababi universitetlarda teoriya o'tiladi, lekin praktika bilan integratsiya bo'lmaganda. Meni fikrim, ham universitetlar shu birinchi kursidanoq bolani potensialdan kelib chiqib, qaysidir o'sha yo'nalishga, biznesga, ishlab chiqarishga yo'naltirilsa va o'qish, teoriya va praktika birgalikda olib borilsa, yosh talabani ishlab ketish shansi ko'proq bo'ladi. Sarbon universiteti qoshida biznes boshqaruv fakulteti ochilgan. Agar shu fakultet talabalari zamonaviy barcha biznes boshqaruv instrumentlari bilan qurollangan holatda ishxonangizga kelsa, ishga olasizmi? She'rsiga albatta olib qolgan bo'lardik. Sababi hozirgi kunda xabaringiz bor, diplom hech narsani hal qilmayapti. Universitetda o'qib chiqdi degani bu bilimli degani emas. Baribir bolalar o'zini malakasini ishxonada oshiradi-da. Bizni ishxonamizda hamma sharoitda qilib, yangi bilimlarni, praktikalarni o'rgatishimiz mumkin, lekin talabani o'ziga ko'p narsa bog'liq. Teoriyani o'rgani bilan bitta praktika bo'lmasa, u bola bir maqsadiga erishishi qiyin bo'ladi deb o'ylayman. Shuning uchun biz ochiqmiz, albatta kelsa qabul qilamiz va o'zligini ko'rsatsa, yaxshi pozitsiyalarda ishlab, kelajakda rahbar bo'lish imkoniyati bor. Agar siz ham shunday katta va shunga o'xshash boshqa minglab hamkor kompaniyalarimizda ham o'qib, ham tajriba orttirib, ham amaliyot o'tamoqchi bo'lsangiz, Sarbon universiteti biznes boshqaruv fakultetida qabul davom etmoqda. Ro'yxatdan o'tish uchun kommentga plus belgisini qoldiring.